Assalomu alaykum bolalar, yaxshimisizlar, zo'rmisizlar, tinchmisizlar? Bugungi videomizda sizlar bilan 38-serverda Discord orqali katta tarkibga ariza tashlashni o'rganamiz. Staj sostavga, ya'ni aniqroq qilib aytganda, birinchi o'rinda sizlar qiladigan ishlaring 38-server aksiyansiga kirib olishlaringiz mana shunga ulanishlaring kerak. Va mana shunga ulanganlaringdan so'ng mana bu yerda katta tarkib arizalar bor. Mana katta tarkib arizalar. Mana shuni kirasizlar. Mana DXX, harbiy qism, ichki ishlar vazirligi, janubiy, SSVJ, ana shular bor. Va ochiq yopiq bo'ladi. Mana bu yopiq. Ko'ryapsizlar, yozib bo'lmaydi mana. Lekin mana DXX katta tarkib arizalar ochiq. Hozir men o'chirib tashlayman. Mana birinchi o'rinda qiladigan ishlaring sizlar oldin tashlagan odamlarning arizasini bir qarab olasizlar, ana shuni keyin skopirovat qilasizlar. Qilib turib, bu yerga kirgizib, uni o'zgartirib chiqasizlar. O'zlaringiznikini qo'yib chiqasizlar. Mana Discord tagingiz degan buni o'chirib tashlaysizlar azizlar. Keyin o'zingizning Discord tagingizni kiritasiz. Kiritganingizdan so'ng mana bu yerda kunlik o'rtacha vaqtingiz, yoshingiz, tug'ilgan joyingiz, vaqt mintaqangiz va ismingizni kiritasiz. Hammasini to'g'ri qiling maslahatim. Bu yerda screenshot deganga pastda deb qo'yasiz. Agar xohlasangiz silka orqali ham tashlasangiz bo'ladi. Va bu yerda mana tarjimai hol personajning 5 ta gap yozishlari kerak personaj haqida. Mana masalan Shahzod deb nikingizni qo'yib turib, arzimas shaharda tug'ilgan, u buyon uning FSBga shunday uga qiziqadi. Shunaqa masalan, men chat GPT dan foydalanaman ko'pincha. Va bu yerda nikingiz va statistika raqamini kiritasiz bu yerga. Kiritganlaringizdan so'ng bu yoqda skopirovat qilganingiz uchun bu yoqda o'zi qilingan bo'ladi va sizlar mana bu 4 ta screenshot qilgan bo'lishlaringiz kerak. Mana shu 4 ta. Mana shu 4 tani tashlaysizlar. Mana shu 3 ta statistika screenshoti akkaunt mavjudligi haqidagi screenshotni tashlaysizlar. Va shuni tashlayverasizlar, bo'ldi. Sizlar endi ariza tashladingiz, hammasini to'g'ri qilgan bo'lsanglar, nomzodlardan chiqasizlar va opzion sizga qilishadi. Va opzion haqida ham ma'lumotlar yoki shu haqda video chiqarishni xohlasangiz, videoga like bosib, menga obuna bo'lib, kommentariyaga o'z fikringizni yozib keting. Opzion haqida video bo'lsin yoki boshqacha shu haqda yozib keting. Va bolalar, shu bilan bugungi videomiz o'z yakuniga yetdi. Like bosib, qo'llab-quvvatlab turamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha hammaga xayr.